bolajonimiz 12-13 haftalik. O'ng qo'lchasi yaxshi ko'rinib turibdi. Qo'lini barmoqlari joyida. Oyog'ini ham keratib, oyoqchasini, oyoq panjalari, barmoqlari joy-joyida. Faqat e'tibor berganimizda, yaxshilab e'tibor berib qaraganimizda chap qo'lini yelka suyachasi bor, lekin bilak suyachasidan keyin kaftga o'tib ketgan va shakllanmagan. Ya'ni chap qo'lni yelkadan pastda tirsak bor. Mana Umida opamda ham hozir bitta, Basvada ikkita chiqdi, menda ikkita chiqdi. Umida kaltada mana bu pulsiya bo'lib turibdi-da. Qo'lchasi kalta, pulsiya bo'lib turibdi. Qo'lchasida deformatsiyasi bor. Ikkinchi chiroyli qo'lni ham bitta ko'rsatib bering, Umida opa. Bu qo'lchasi ikkinchi qo'li yaxshi. Ikkinchi qo'li mana chiroyli. Bitta xonga topshiradi. Mana barmoqchalari, buni sanasa bo'ladi, 5 ta barmoqchasi joyida. Oyoqchalari ham ko'ring. Kim ekan bu, qizmikan, o'g'ilmikan? Qiz ekan, девочка ekan. Oyoqlari ham yaxshi, deformatsiyasi yo'q. Faqatgina chap qo'lida Biz mana shunaqa ko'ramiz.